Salam aleyküm. Bütün dünyadaki barlıq qarindaşlarım, vatandaşlarım, menin xalqım. Sizlarga samimiy salam, oliy ehtirom. Hammanglarning yana oldida kelayotgan, oldimizda kelayotgan yangi yilinglarga ham bütün g'arb davlatlaridagi barlıq bizni qo'llayotgan qo'llovchilarimizning mush kelayotgan Christmaslariga muborak bo'lsin. Oldimizda kelayotgan yangi yillar sizlarga va bizning xalqimizga bir xoş xabarlar kelsin. Qarindoshlar, men bugun ekranga chiqishga sababim, men mushu turma hayotim, mening sargandorlik hayotim, mening bolarimning lager hayoti buningdan 22 yil burun ili vaqasi bilan boshlangan. Qarindoshlarim, men ana shu vaqtida Xitoyning parlament a'zosi, siyosiy kengash, Savdo Sanoatchilar birlashmasining raisi, nurg'un mansablarim va necha yuz million dollar iqtisodiy manbarim ustida ketayotgan bir shirkat tutdim. Hem o'zimning qo'l ostimda 28 tarmoq shirkatim batı, nurg'un restoran ve oshxonalarım ve bozorlarim, nurg'un mal mulklarim batı. Hayotimni intayin xotirjam, bolalarımni intayin xotirjam o'tib o'tardik. Lekin bu xotirjamlik haqiqiy xotirjamlik emasdi. Davomliq xalqimning g'amini yeb dekki dukkida hayot kechirgan. Lekin hozirgi hayotimdan selishtirishga bo'lmaydi. Men erkin dunyoda yashayapman. Mening bolalarım tatıyotgan azap oqibatlarga, xalqim tatıyotgan azap oqibatlarga selishtirishga bo'lmaydi. Ana shunday bir xil hayotda ketayotgan vaqtimda. Mening turma hayotim ana shu dal 22 yilning oldida 97 yili 2 ayning 5 kuni il vaqasi bilan bütün bu chet elga chiqish hayotim, turma hayotim shundan boshlangan. Çünkü men bugun bu alayda kun uchun 2 ay burun sizlarga so'zlayapman. Çünkü oldimizda bir necha kundan keyin ili vaqasiga ilidagi qarindoshlarimning 10 minglab farzandlarimning turmuga kirib, muddatli kesilishiga, 10 minglab farzandlarimning vayron bo'lib, dunyoning hamma yeriga qaytishiga, minglab farzandlarimning o'ltirilishiga, istila talab o'ltirilishiga, muztonutib o'ltirishiga, shilank suv ichida o'ltirilishiga, Xitoyning vahshiylarcha qirg'inchilik qilinishining oshkora niqobni echib boshlanishiga 22 yil bo'ldi. Aldığımızdaki yeni yılımızda 22 yıl oldu. Bana 2. ayının 5'i aldığımızda kilovatıydı. Ben şunun için bugün şu menin hayatımның, muşa hayatımның ki turma hayatımның başlanğan boğan ili vakası doğruluk alayda sözlep ötmekçiyim. İli vakası bütün dünya halkının dünyadaki halk erkinlik talep kılan halklarının sepeti durup özünün Uygurluğu için, özünün vatani Şarkı Türkistan için, erkinlik için kan begen, can begen bir gün aldığımızdaki 2. ayının 5 kilovatıdır. Bana biz 22 yıllıqını şu vaxtıda hatırlayımız. Jildi biz 2. ayının 5. günü dünyanın hem yerde namayiş yaparımız, qarındaşlar. Her xil faaliyetlerini yaparımız, makallarını yazımız. Lekin yeterlik bulmadı. Hazır bizim vaziyetimiz naydı. Vəhşiləşkən vaxtda ili vəqəsinin bilen bu vəhşiləşkən Xitayının vəhşiliki lager vəqəsinin birləşkən vaxtıda biz bu namayişini ötkəzgəli vatımız. Şuna mən bu şu ili vəqəsi boğan ki bu qitimki 2. ayının 5'ini mən bütün dünya qandaq çaqırıq qılımən. Mening hayatımның özgərgən vaxtı, mening xalqımның ən Xitayının vəhşilikni qavını körgən vaxtı 7. ayının 5'i, 2. ayının 5'i muş vəqəli. Şunun için bu namayişni dünyanın hem yerinde qandaq etbiriş gerek degen çaqırıqni bugün ben sizlerge berip atman. Gaplarım qaytlanıp ketdi. Meni kechiringlar. Çünkü muşu gaplarning qaysi birini qisqartib deyishni o'ylab atman. Qarindoshlarım, bu qitimqi 2. ayning 5 ep baradigan ili vaqasini 2. ayning 5'idan 10'gacha oralıqda bütün dünyada 100 ming kishilik namoyish ep beringlar. 100 ming kishilik namoyish ko'tarilsin. Qandaq ko'tarilsin? Bir yerga to'plashib oladi deganim yo'q. 100 ming odam bir yerga to'plashamaydi. Burundan tatib ili vaqasiga namoyishga chiqqanlar bir yilmi to'xtab qolmay o'zining shu
ili vakasida o'lgan qarindoshlarni xotirlab keldi. Bu qitim uning o'xshamaydi. Bu qitim ham xotirlaymiz, ham Xitoy tajovuzchilarining noroziligimizni bildiramiz, ham mushuning bilan shularning talabini dunyoga anlatamiz, ham ili vakasi, ham lager vakasini birlikda anlatamiz. Bizning eng oddiy, hozir aqlli qila oladigan ishimiz shu namoyish, guvohlikdan o'tish, imzo to'plash bo'lyapti. Qarindoshlar, mush eng oddiy aqlli ishlarimiz ham intayin muhim alaydilik ega. Bu xalqni uyg'otyapti. Xalqni birlashtiryapti. İttifaqlashtiryapti. Dunyoni uyg'otyapti. Shuning uchun bu namoyish eng oddiy ish emas. Shuning qo'linglardan keldigan ish o'g'ashqa oddiy deyapman. Lekin oddiy emas. Dunyoni uyg'otib chiqyapti. Masalan, Sitim Turklar ep chiqqan, bizning parlament a'zolari, Turk parlament a'zolari ep chiqqan, Sitim Turklar chiqqan. Ko'ringlar, avo Ankara'da chiqqan namoyishni. Lekin Qaracım, Abduveli Qaracım mı? Edim tolu unutib qoldim. Bu kişinin safar qilib uzun yol namoyishini qarab beqinglar qarindoshlar. Xalqni uyg'otyapti. Hammamizni uyimizdan kirib poshni chiqib WhatsApp ko'ryapmiz, Facebook'da ko'ryapmiz, passiyamizni bildiryapmiz, o'zimizni uyg'otyapmiz. Shuning uchun bu ili vaqasi namoyishni 100 ming kishilik namoyishga chaqirishdagi sababim burundan chiqayotgan namoyishlarda Xitoy elchixonalarining oldida ya 100, ya 50, ya 200, ya 300, eng yuqori bo'lganda 500 bo'lib ketdi qarindoshlar. Undaq bo'lmasin bu. Har bir davlatda biz 1000dan, 2000dan, 3000dan, 5000dan odam bor. Hammanglar chiqinglar. Har bir davlatda 1000dan tova odam chiqmasin. Qanchalik odam bo'lsa shunchalik odam Xitoy oldi bilan Xitoy elchixonasiga berib, Xitoyga noroziligini bildirib bo'lib, yana o'zi aylanib yurib xalqqa bu namoyishni, 100 ming kichik namoyishni o'tkazsin. Har qitim il vaqasi bo'lganda Turkiyada 10 minglab odam chiqdi. Buningdan biz rozi. Bu qitimmi Turkiyada 10 ming kishilik namoyish yapasın. Hem İstanbul'da, hem Ankara'da, hem nay vilayetlarda, dünyanın hem yerinde, Avrupa'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'daki qarindoshlarım. Namoyish aç kalırsanlar, namoyish aç kılınlar. Kazak qarindoshlar bilen, başka qarindoshlar bilen birleşip. Aç kalmasanlar, nazır çırak ötküzüp bolsun, minlarca adam yığılıp şu günü özanglarının aşağıda toplaşkan halıtınlarını dünya köstünler. Özanglarının qarindoshiga üçün tökke yeşinlarını hem Xitoyga bildirgen narazılığınlarını dünya köstünler. Şu men bütün dünyanı muş aldığımızda kelivatkan 2. ayının 5'i günü 100 ming kishilik namoyishga chaqirman. 2. ayının 5'idan bo'z 10'gacha to'xtamay namoyish etib berishga chaqirman. Hem Birleşken Devletler Teşkilatı'nın oldida, hem Xitoy elchixonasining oldida, hem Oqsaroyning oldida, hem munosabatli yerlarning hammaning oldida yurish qilib namoyish qilishga chaqiraman. Men sizlarni o'rninglardan dast turishga, yana mushu ili vaqasi bilan billa lagerni taqtish uchun butun dunyoni tavirtishga chaqiraman qarindoshlarim. Rahmat.